Tinchlikmi? Nimaga diqqat bo'lyapsan? Qo'ni-qo'shnilar, qarindosh-urug'lar hammasi ota-onasini umraga jo'natdi. Shunga men ham jo'natishim kerak. Ayam bilan dadam qattan bo'lmasin pul topib jo'nat deyapti. Shunga nima maslahat berasan? Boshim qatib turibdi hozir. Bitta yo'li bor. Mahallani boshida fayzi qo'yib turish bor. Shunga borib variantga qo'ya olamiz, ishing bitadi. Ketdingmi? Ketdi. Uka, men sizni yaxshi taniyman. Bularni o'zi 5,5 milliondan sizga beryapman. Bozorga olib chiqsangiz ham 5 million 300 ming so'mdan oladi. Sizga ota-onangizni umraga jo'natishga 5 tasi ham yetadi. 1 yil mobaynida qilib beraverasiz. Umraga borib kelishgandan keyingi marosimlari-chi 8 ta olaversin bir yo'li. Acha, o'rtog'im to'g'ri aytyapti. Bir yo'la 8 ta qilib beravering. Hozir buni aniq bozorga olib chiqsam 5 million 300 mingni oladi. Ha, oladi, men sizni aldamayman-ku. Acha, bo'lmasa baraka, sizga ishonaman aka. Aka, bu qo'ylaringizni men 4,5 milliondan olmayman. 4,5 millionga nima qilmaydi? 3,5 dan bersangiz olaveraman hammasini. Yo'q-e, shunchalik arzonmi? Ha, bersangiz olaveramiz shuni. Obbo, bular ham ketdi-yu. Nima aldingiz odamni? Bozorda 5 million 300 mingdan oladi degan qo'yingizni 3,5 million so'rayapti-ku aka. Ayam bilan dadamni umraga jo'nataman oluvdi, 8 ta qo'ydi. Ha, 3,5 milliondan ham 28 million pul bo'lar ekan. Yetadi-ku. Bozor tashagandir, men qayerdan bilaman? Xo'p, umraga yetadi deyapsiz. Kelgandan keyin kutib olish marosimigacha yetmaydi-da. Kutib olish xarajatlari isrofgarchilikka kiradi. Sizlar qayerdan olasizlar bunday gaplarni? 28 million pul sizga bemalol yetadi. O'zi pulingiz yo'q oldimga kelgan bo'lsangiz, variantga qo'yib bergan bo'lsam, endi bozor tashab yuborgandir-da. Odam bas ekansan. Xudoga soldim sen. Nima bo'lganda ham ota-onamni umraga jo'natsam bo'ldi.